qo'ylar kelyapti. Kirish. Kirish ichkari. Yangi tug'ilgan qo'zisi bilan tayyorlarga somonlarni tashlab qo'ydik mana bu yer. Yemlarni yeyishyapti. Olib kir. Mana qo'ylar yemlarni yeyapti. Makka budoylarni qaynatib, ustiga kunjaradan tashlab berdik. Tayyorlarga mana somon tashlab qo'ydik. Bugun issiqqina yotishadi maza qilib. Mana. Hech bir qolmasmi? Ush. Ush. Bitta qo'y sig'may qoldi. Qo'zilari ham katta bo'lib, orasiga qo'shilib yeydigan bo'lib qopti. Oktyabrda tug'ildi. Mana shu ikkita qo'zi. Bittasi oktyabrda boshida, bittasi o'rtalarida tug'ilgan. Ustilardan sakrab kirib, o'rtaga kirib yeyishga harakat qilyapti nariga qo'y. Ikkita qo'zi qo'shilganiga qo'ylar sig'magan bo'lib qoldi. Oxirini qo'shib ko'paytirish kerak ekan endi ozgina.